Qur'oni Karimda aytilgan bir qirolni tasavvur qiling. Siz milliarderlar va dunyodagi jamiki boylikni hisoblang. Bu qirolning xazinalar to'la xonalarining kalitlarini ko'tarishi uchun 300 ta xachirdan foydalanishgan. Qolganini o'zingiz tasavvur qiling. Men Shoh Qorun haqida gapiryapman. U qirolning hayoti juda ham ibratli yakun topdi. Bu yakun nima bilan tugashini eshitganingizda aniq hayratda qolasiz. 2500 yildan beri qolgan xazinaning bugungi kunimizgacha kelgan hikoyasi sizni o'yga toldiradi. E'tibor bering, bu xazinaning bir qismi qishloq aholisi tomonidan Izmirdagi bir qishloqdan yer qa'ridan topilgan. Ammo bu xazinaga kimda kim qo'lini tekkizsa, boshiga turli xil falokatlar yog'ilmoqda. Agar siz Qur'onda keltirilgan Shoh Qorun haqidagi sirlarni bilishga tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Ming yillar o'tsa hamki, hozirgi kungacha milliarderlar haqida eshitsak, bu boylarning hammasining boyligi qirol Qorunning boyliklarining bir qismini ham tashkil qilmaydi. Qorun Muso alayhissalomning bir qarindoshi bo'lganligi haqida rivoyatlarda keltirilgan. Dunyodagi eng boy odam bo'lishidan oldin u kambag'al bo'lgan. U Muso alayhissalom bilan juda yaqin edi. Muso alayhissalom unga hayotini tubdan o'zgartirishiga katta yordam berdi. Ammo qashshoqlik davrida u Fir'avnga xizmat qilardi. Fir'avnning boyligi uni ko'zini qamashtirardi. Bir kuni u Muso alayhissalomga juda boy bo'lishni orzu qilishini aytdi. Ey Muso, sen Allohga yaqin odamsan, menga yordam qilgin. Allohga men uchun duo qil. Men badavlat boy odam bo'lgim kelyapti dedi va u Muso alayhissalom yonidan ketmasdi. Qorun unga iymon keltirdi va bir so'zini ham yerda qoldirmasdi. Har kuni takror so'rardi: "Men boy bo'lishimga yordam ber. Bu boyliklarimni yaxshilik yo'lida sarflayman" deya so'z berdi. Shunday qilib Qorun Muso alayhissalomning duosini olishga muvaffaq bo'ldi. Keyin Qorunga Muso alayhissalom ibodati bilan, Allohning izni bilan alkimiyo fanini o'rgatgan edi. Shunday qilib Qorun oltin, olmos, rubi va boshqa qimmatbaho metallar olish ilmini o'rganib oldi. Savlatiga savlat qo'shilib, boyliklari tez fursatda ko'paya boshladi. 35 yoshida u mamlakatning eng boy odami bo'ldi. Hamma odamlar u haqida gapirishardi. U hattoki atrofidagi ko'plab mamlakatlarni o'z himoyasiga oldi. Uni 72 tadan ziyod oltin aravalari va turli xil oltindan bezatilgan kiyimlari bor edi. Va u bora-bora g'azablangan odamga aylandi va u faqat o'zining qadrini qadrlay boshladi. U Muso alayhissalomga bergan va'dasini unutdi. Odamlar uyqudalik payti u oltinlarini xonalarga tashir, olmoslarini tomosha qilar. Oltinlari ustida yurganida oyoq ostidan keladigan tovushlar uning uchun eng yoqimli tovush edi. Bu xazina bilan to'ldirilgan xonalar shunchalik ko'p ediki, 300 ta xachir barcha kalitlarni olib yurish uchun ishlatilgan. Ilgari Fir'avnning nazdida faqir va kambag'al bo'lgan Qorun endi Fir'avnning eng sevimli odamlaridan biri, sirdoshi, eng yaqin do'sti bo'ldi. Va Qorun Muso alayhissalomga xuddi dushmanga o'xshab qolgandi. U ko'p vaqtini oltinlari va Fir'avn bilan o'tkazardi. Muso alayhissalom uni ko'p marta ogohlantirdi va shunday dedi: "Ey Qorun, o'zingni mulkingga shunchalik ishonma. Alloh senga bergani kabi bir onda sendan olishini unutma." Ammo Qorun Muso alayhissalomga quloq solmadi va dedi: "Sen nimalar deyapsan? Alloh menga nima berdi? Men aql idrokim orqali bu martabaga va boyliklarga erishdim. Qur'oni Karimda shunday deyilgan. Biz unga shunday xazinalar bergan edikki, kuchga to'lgan odamlar ham uning kalitlarini ko'tara olmasdi." Muso alayhissalom shunday dedi: "Buzilmagin ey Qorun, bilginki inkor etuvchilarni Alloh yoqtirmaydi." Muso alayhissalom unga mol-mulkidan zakot berishini, ya'ni yordamga muhtojlarga bor narsasining ma'lum bir ulushini berishini buyurdi. Endi u Muso alayhissalomdan qutulishni va unga tuzoq qo'yish haqida o'ylardi.
u shunday bir hiyla qilishi kerak ediki, iymon keltirganlar Muso alayhissalomdan uzoqlashish kerak edi. Fir'avn uning oldiga keldi. Fir'avn bilan Muso alayhissalomdan qanday qutulish mumkinligi rejasini muhokama qilishdi. Rejaga ko'ra, Misrning eng taniqli, hamma taniydigan fohishalardan biri bilan gaplashib, Muso alayhissalomga qarshi fitna qilishga ko'ndirdi. U ayolni pul uchun qilmaydigan ish yo'q edi. Bayram kuni barcha odamlar maydonga yig'ilganda, ayol odamlar orasiga chiqib, Muso alayhissalom bilan zino qilganini aytish kerak edi. Qorun ayolni topib, o'z rejasini tushuntirib beradi. Agar u o'zining taklifini qabul qilsa, og'irligi teng oltin bilan mukofotlashini aytadi. Ayol javob beradi: "Bu ish men uchun oddiy bir vazifa." Bayram kuni kelganida hamma shahar maydoniga yig'ildi. Fir'avn bu tadbirga Muso alayhissalomni ham taklif qildi va Muso alayhissalom fitnadan bexabar bu taklifni qabul qildi va nihoyat o'sha kun ham yetib keldi. Hamma rejani amalga oshirish uchun tayyor holda. Fir'avn Muso alayhissalomni maydonga katta ishtiyoq bilan va baland ovozda hamma ko'radigan darajada chorlaydi va shunday deydi: "Xush kelibsan ey Muso, sendan bir savolim bor. Sening diningda zino harom qilinganmi?" Muso alayhissalom o'ylab o'tirmasdan haromdir dedilar. Muso payg'ambar bu ishni qilgan bo'lsa ham zino hali ham harommi deya so'radi. "Ha, shubhasiz bu ish haromdir, katta gunohdir" deya javob berdilar. Bu so'zlardan keyin Fir'avn orqada poylab turgan ayolni chaqirdi. "Bizga va hammaga nima bo'lganini aytib ber. Muso bilan zino qilganingni hamma eshitsin." Shu onda Muso alayhissalom hatto ayolga qaramadi va asosini osmonga ko'tardi. Baland ovozda: "Hey ayol, haqiqatni ayt, shunchaki rostini ayt. Men sen bilan zino qildimmi?" Odamlar ko'zlari va bor diqqatini ayolning og'zidan chiqadigan so'zni katta hayajon va quvonch bilan kutayotgandilar. Pul uchun hech narsadan qaytmaydigan ayol. U Muso alayhissalomni ko'rgach butunlay o'zgardi. Ayol chuqur nafas oldi va dedi: "Ey Muso, Allohga qasamki, siz men bilan zino qilmadingiz. Meni katta boylik evaziga bu gaplarni aytishimga badavlat Qorun majbur qildi." Buni eshitgan Qorun va Fir'avn hayratda qolishdi. Bularning hammasi Muso alayhissalomning huzurida va bu voqea Qorun uchun oxiratning boshlanishi bo'ldi. Muso alayhissalom Alloh nomi bilan yerga buyurdi: "Qorunni yutgil." Va odamlar orasida Allohning mo'jizasi sodir bo'ldi. Yer yorila boshladi. Birinchi bo'lib uning boyliklarini yer qariga yutdi. Keyin yer badavlat Qorunni yer qariga tortdi. U tomog'igacha yer qariga kirib ketdi va qo'lini chiqarib: "Ey Muso, meni kechir, meni qutqar" deya yolvordi. Ammo Muso alayhissalom unga quloq solmadilar. Shunday qilib, dunyoning eng boy odami va o'zining noyob xazinasi bilan yer yorilib, qarida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qur'oni Karimning Qasos surasining 81-82 oyatlarida shunday deyilgan: "Bas, biz uni va uning hovli joyini yerga yuttirdik. Unga Alloh azobidan yordam beradigan odam ham bo'lmadi. Uning o'zi ham nusratga ergashuvchilardan ham bo'lmadi. Hammasi oddiygina tugadi. Qorunni ham, mol davlatini ham yer yutdi qo'ydi. Qorun ham, uning boyliklari ham, kibri havosi ham yo'q bo'ldi ketdi. Qorunga Allohning azobi kelganida unga yordam beruvchi topilmadi. Uning o'zi ham ilmi ila, mol dunyosi ila o'zini qutqarib qola olmadi va kechagina uning makonini orzu qilayotganlar. Vojab Alloh bandalaridan o'zi xohlaganlariga rizqini keng yoki tor qiladiganga o'xshaydi. Agar Alloh bizga lutf qilmaganida bizni ham yerga yuttirar edi. Vo ajab, kofirlar najot topmaydiganga o'xshaydi-ku, deyishga o'tdilar. Hayoti dunyoga berilgan g'ofillarning ko'zlari shunga o'xshash falokatlar vaqtida ochilishi mumkin. Qorunni va uning hovli joyini yer yutganidan keyin unga havas qilayotgan hayoti dunyo ixlosmandlarining ko'zi ochildi. Qorun hikoyasidan bizlar uchun ko'plab saboqlar mavjud. Pulingizni zakotini berishdan va mol-mulkingizni ozgina qismini muhtojlarga berishdan chekinmang. Qorunning bu dillarda doston bo'lgan xazinasiga nima bo'ldi? Bu qidiruv ming yillar o'tsa hamki davom etadi. Izmirda sodir bo'lgan voqeani eshitsangiz hayron qolasiz.
1968-yilda Ushaq yo'lida qishloqda bir odam xazina xaritasini topganini aytadi va odamlar u joyni qaziy boshlashdi. Qazish davomida qabr ichida 520 dona marvariddan iborat xazina topildi. Aytmoqchimanki, xazina hali ham yerning tubida edi. Qizig'i shundaki, bu xazinadan keyin qishloq aholisi birin-ketin halokatga yo'liqa boshlaydi. Kimdir traktor tagida qolgan, kimdir ko'r bo'lib qolgan, aqldan ozishlar, vasvasachilar ko'payib ketgan. Hatto Amerika tomonidan kelgan arxeologlar birin-ketin baloga yo'liqishni boshladi. Ko'p yillar o'tgach, Qorunning xazinasi deya aytilgan Nyu-Yorkning Metropolitan muzeyida namoyish etilgan xazinasi e'tiborni tortdi va uzoq yillik sud jarayonidan so'ng uni Turkiyadan o'g'irlab ketilgani ma'lum bo'ldi. 40 million dollarlik sudda yutib chiqqan Turkiya xazinalarni qaytarib olishga muvaffaq bo'ldi. Manakrol Qorunning 2500 yillik tarixga ega ulug'vor xazinasining kichik bir qismi. Agar siz 2500 yillik bu xazinani qolgan qismi qayerdaligiga qiziqsangiz, rivoyatlarga ko'ra, uni Hazrati Mahdi o'z zimmasiga oladi. Xazinani yer qa'ridan olib chiqadi va muhtojlarga tarqatadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, dunyo mollariga bo'lgan muhabbat Alloh o'rtasidagi parda va bu pardani ochish bizning qo'limizda. Albatta, Alloh bergan ne'matlardan, go'zalliklardan bahramand bo'lamiz. Shuni unutmangki, siz dunyodagi barcha mol-dunyoga ega bo'lganingizda, sizning dushmanlaringiz har doim sizning do'stingiz bo'ladi. Agar sizda hech narsa qolmasa, hatto sizning do'stingiz ham dushmanga aylanadi. Shunday qilib, bu dunyo afrikalik och qolgan bolaning oshqozonidek bo'sh ekanligini yodda tutish har doim ham foydalidir. Videoni keng tarqalishi uchun qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Kanalimizdan yiroqlashmang. Ko'rishguncha.